Hop, aziz tomoshabinlar, xudo xolasa 5-obyektimizni ham hop, O'zbeojar qishlog'iga, yana o'sha 18 kublik past tokda ham ishlaydigandan bo'ladi. Inverterni bo'ladi mana aziz tomoshabinlar. Avalon firma 18 kub. Bemalol 54 kvadratgacha isitadi, sovutadigandan. Mana ko'ringlar. Xudo xolasa Isroil akamizni uyini oldiga qo'yib berdik, O'zbeojarda mana. Ana shu xonadonga qo'yib berdik aziz tomoshabinlar. Katta yo'li bo'yida mana. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir ishkalarni ko'rsataman. Chiroyli qilib o'rnatib, hammasini qoidaga qilib qo'ydik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hop, mana aziz tomoshabinlar, uy ichiga qo'ydik, xudo xolasa chiroyli qilib. Hozir bismillah deb buni salafanlarni ishilib tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Barchamizga shunaqa sifatli konditsionerlarni qo'yish nasib qilsa. Ko'ringlar aziz tomoshabinlar. Yangi uyga mana xudo xolasa yaxshi niyatda yangi konditsionerlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Mana salafanlarni ishilib tayyor qilib beramiz akamizga. Bemalol akamiz ishlataveradilar. Hop, ko'ryapsizlar mana aziz tomoshabinlar, juda ham sifati zo'r, Avalon inverterni bo'ladi. Xudo xolasa o'sha Yevropa standartiga javob beradigandan. Ko'rsanglar aloqaga chiqaverasizlar. Dapalnitida teng qo'yilgan, mana ko'ringlar, tenini ham mana shunaqa teng qo'yilgan. Xo'p, tuman havolada ham yaxshi isitib beradigandan bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa Ash nohiyasi bo'ylab dastlabki ustunovkasi bor. Eng arzoni 3000 somon, ana shu ko'rib turganlar bo'lsa, 6000 somondan dastlabki ustunovkasi ichida chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bu 18 kubligi, odashtirmaylar. 12 kubligi bor. Eng arzoni 3000 somondan boshlanadi. Narxi shunga qarab ketaveradi. Tashqari tomonlari mana juda ham chiroyli qilib qotganmiz aziz tomoshabinlar, ko'ringlar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lish, like bosish, kommentar yozish esdan chiqmasin. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.